Tarkibida Messi, Ronaldinho kabi katta futbolchilar bo'lsa-da, Barselona klubi 2006-yilgacha futbolkasida hech qanday homiyni reklama qilmay kelgan. Ya'ni ular biz oddiy klub emasmiz, pul uchun futbolkaga hech kimning logosini qo'ymaymiz deyishgan. Ammo 2007-yilga kelib esa futbolkasiga UNICEF logosini qo'yib, hammani hayratda qoldirishgan. Sababi, o'sha vaqtda UNICEF Barselonaga bir tiyin ham bermas edi. Lekin Barselona klubi bolalar uchun ishlaydigan xayriya tashkiloti bo'lgani sababli bunday ishni qilgan va pulni Barselonaning o'zi UNICEFga xayriya qilgan. Bu qaror esa muxlislarning hurmatini yanada oshirgan. 2012-yilga kelib esa boshqa klublar kabi Barselona klubi ham futbolkasiga logo qo'yish orqali daromad qila boshlagan. Ya'ni o'sha vaqtda Barselona klubi Qatar Foundation bilan shartnoma imzolagan. Lekin shunda ham UNICEF logosini formadan olib tashlamagan. Shunchaki uni formani ortki qismiga ko'chirgan va hanuzgacha u yerda bepulga turadi. Bu videoni ayrim bir Barselona klubini yoqtirmaydigan do'stingizga yuborib qo'ying. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.